Joningizga tegmadimi? Hammadan gap eshitirish. Qachongacha to'rt qilishni bilmayman demoqchisiz. Qo'sh tirnoq ichidagi ayrim qizlar. Bu video sizlar uchun. Idishimizga qaymoq, tvorojniy sir va saxarni pudran solib, shundoq mikserlab olamiz. Ozgina vanilin solib olamiz. Shun bilan eng mazali cheez krem tayyor. Propitkasi uchun ustidan quyiltirilgan sut va sut solib aralashtirib olamiz. Biskvitlar o'xshamasa, tayyor biskvitni menga o'xshab magazindan olib chiqinglar. Eng oson va eng uddaburon kelinlarni yo'rishi. Ichida xuddi shunaqa uchga bo'lib qo'yilgan tayyor biskvitlar bo'ladi. Har bittasini tayyorlab olgan propitkamiz bilan propitka qilib tayyor kremimizni surib chiqamiz. Qaynonam bilan bozorga tushib shunaqa malinalarni yaxlatib qo'ygan edim. Shartta olib orasiga savordim. Ikkinchi qo'rshiq qo'yib, yaxshilab uni ham propitka qilib oldim. Cheez kremimni qolganiga bir qoshiq kakao solib, yaxshilab mikserlab oldim. Turganinglarda ikkinchi sloyni shokoladni cheez krem qildim. Ustidan o'zim tayyorlab olgan tomchilik shokoladlarni sepib oldim. Shokoladni retsepti videolarim orasida bor. Eng oxirida qo'rshiq qo'yib, ustidan qolgan kremlarimni yaxshilab surib oldim. O'zimni qiynab o'tirmasdan, ustidan ilikdan o'tkazib, kakao sepib oldim. To'rt qilishni bilmayman degan tanishingizga shuni yuborib qo'ying. Bor yo'g'i 30 minutim ketdi. Ammo mazasi hammani og'zida qoldi.